Ostonasiga ham yaqin kela olmadik deylar. Orada shuncha gap o'tgan ekan, sening xabaring yo'qmi? Agar xabarim bo'lganda, mana bu ahmoq qizni tirik qo'ymagan bo'lardim. Nima? Kim ahmoq? Sen ahmoqsan. Tushunmadim. Siz o'sha iflosni deb o'zingizni singlingizni haqorat qilyapsizmi? O'sha qizni deb menga baqiryapsizmi siz? Aslida-chi? Manbas, siz ahmoq, xo'pmi? Go'lsiz siz. Voy, Menga qara. bu nima qilganing? O'zingga qarab gapir. Oyi, hammasiga sababchi aslida mana shuningiz. Mana shu beyor o'ylab ishini qilganda hozir hammamiz sharmanda bo'lmagan bo'lardik. Menga qara. Yuzsiz kelib ikkita bolalik yigitni ham yaxshi ko'rib qolasanmi? Ahmoq, uni oilasidan ajrashtirib. Nimasiga uchding? Gapir. Boyligigami? Seni befarosatliging meni hayotimni buzdi. Ikki quloqingga ham quyib olgin. Meni sendagi singlim yo'q. Kechdim sendan. O'g'lim,